Minecraft ise bugün bu ikinci kısmını çıkarıyapmiz dostlar. Hozir o'ynayapmiz mana. Biz de birinchi kısmida o'ynayasa ekandik. Endi o'ynab bitkazishimiz kerak. Bitkazsak shundan yaxshi bo'ladi deyapman-da. Nimaga yaxshi o'zimizga transportimiz kerak. Men tepadan yiqilib o'libman. Zombi o'ldirgan ekan, shuning uchun boshqa kutib keladi. Mayli, qo'limizni tez terib olamiz bularni. Terib olib, keyin yaxshi terib bo'ldik. Bu endi bundan bizga bersak bo'lmaydi. Shikilish mashaqlarda bersak bo'ladi. Ana bersak do'stlar, shu bersak ne? Qo'limiz bilan shunday uramiz uni. Yaxshi. Demak, o'zimizga tak. Yaxshi. Demak, daraxt ko'proq kerak ekan. Daraxt ko'proq bo'lmagan. Mana cho'pni olib qo'yapti. Bunday qilamiz. So'ramiz. Bu vaqtdan o'zimizga topol olamiz. Chunki topol bilan daraxt cho'kishimiz kerak. Ovqating yo'qmi seni? Ovqat. 2011 ovqat. Qayerda qoldi do'stimiz? Yaxshi, mayli. Qo'yib yuborgan, lekin qo'ydan yumshadi. Ana bug'doylardan o'zimizga narsalar ovqat olsak bo'ladi. Buni yaxshi ketyapti. Bu urug'larni qaytadan joyiga qo'yaveramiz. Yaxshi. Shunday qilib ikki o'ramiz. Chunki bular bizga kerak emas, chunki bularni otda o'ramiz. Tak, qorinni bir to'ydirib olamiz hozir bilan. Mana 2011. Yaxshi. Tak, o'zimizga birinchi ovqatlar yig'ib olamiz. Chunki ovqatlar qorinimizni to'ydiradi. Yaxshi. Terib bo'ldik o'zimiz. Urug'larni shunday ko'chiradi. Tak. Politikni daraxtlar cho'kishimiz kerak. Chunki bizga daraxt kerak. Chunki daraxtdan uyimizni qolgan joylarda tuzalamiz. Uyimizni o'zi yarimni qilib ko'p yarmi bor. Shuning uchun do'stlar ko'proq daraxt terishimiz kerak. Chunki daraxt hozir juda ham kerak. Daraxtlar juda ko'proq terish kerak. Yaxshi. Terdik ancha. Buradan birlikte teramiz. Şöyle 20 ta kerak bo'ladi. 20 ta uchun daraxtlar bizga bemalol beradi. Bu daraxtlar bizga shunday yoqadi. Yaxshi. Bu past versiyalarda juda qiyin. Ko'proq yangi versiyalar kerak. Yani 26 versiya. Yani 22, 25 versiyalar. Yaxshi mayli. Daraxtlarni qo'shib tak bo'ldi. Bizga archilgan daraxt. Bu daraxt bizga nima kerak? Albatta kerak edi. Kerak bo'lmasa nima kerak? Tak. O'yna istayor. O'yna kerak. Juda ko'p o'yna. Meni qum kerak. Shuncha o'zimizga tandiramiz kerak. Tandirmamiz qiyin bo'ladi. Mana shunday qilib tomni yarmini yo'q qilamiz. Yaxshi. Tutqamiz. Palatasi ekan. Yaxshi.
Endi ovqat qumda qoldi. Qumni qo'llantirgan sekinderladi. Çünkü o'zimizga kirka topib, kirkadan keyin tosh kavlab, toshdan keyin o'zimizga belkurak esa, belkurakdan keyin o'zimizga tandir yasaymiz, tandirdan keyin yana ishlar ketaveradi. Böyle mana bizda kirka bor. Endi bu kirka bilan biz tosh kavlashimiz kerak. Yerda ichine qaraymiz, tosh qavlaymiz. Ko'mir chiqdi. Hadi böyle. Kurabi. Mana tosh. Qilib yerdan toshlarni olaman. Yaxshi, birinchisida yaxshi ketyapti ekan. Yaxshi. Yaxshi.